giyohvandlik vositalarining giyohvandlik vositalarining tarqalishi giyohvandlik vositalarini spay sintetik moddasi borligi aniqlandi. Uch nafar fuqaro tomonidan marixuana giyohvandlik vositasi iste'mol qilinayotganligi aniqlangan. 2005 va 2006 yillarda tug'ilgan 2 nafar fuqaro 600 grammdan ortiq gashish, 3 gramm opiy hamda 44 dona regapen. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Qarang bu yulduzlar, ucha olgan odamlar, sonsiz tunu kunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kun izlab, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar, insonlar